Va bu yerda ehtiyotkorlik bilan taktikaga tayangan holda jang o'tkazish kerak bo'ladi. Birinchi raund. Qani ketdik. Chap qo'l jab zarbasi bilan boshlayapti Hasanboy. Albatta dominantlikni belgilab qo'yish yaxshi. Birinchi raqam bo'lib ishlashga o'tsa kerak hamyurtimiz, ammo Battle Live ko'ryapmizki, u ham chapaqay va 1 santimetr ham ortga chekinmayman deya zarbalar bilan javob beryapti. Ya'ni bu yerda ochiq jang elementlarini ko'ramiz. Hattoki birinchi raundning o'zida. Chunki ikkalasi ham oldinga borishga harakat qiladi. Bo'y borasida biroz ustunlik bor Bayer Batlaevda. Hasanboyning birinchi raqibi emas bu. Bo'ydor raqib bo'lgan. Ya'ni o'ziga nisbatan bo'yi balandroq bo'lgan va Hasanboy oldinga boryapti. Ketma-ket zarbalar. Yuqoridan yo'llashga majbur, bosh qismga aniq zarba berish uchun o'ylaymanki tana qismga ham ishlaydi baribir. Hozircha mana shu bosh qismga yo'llangan zarbalardan tashkil etyapti uning hujumlari. Mana hozir endi tana qismga bitta zarba, chap qo'lda va o'ng qo'lda yuqoridan raqib qo'llari ustidan bosh qismga yo'naltirilgan zarba. Tezligini qo'shyapti Hasanboy, chap berishga ulguryapti. Raqib hujumlariga juda yaxshi mana bu yerda ikkilik zarba chap qo'lda raqibning bosh qismiga ishladi. Yaxshi. O'ng qo'lda yondan zarba, yana bitta zarba. Ajoyib. Hasanboy masofani ham yaxshi ushlayapti. Yana o'ng qo'lda qisqa zarba. Aniq. Yaxshi kutib oldi hozir. O'ng qo'li ancha faol, oldingi qo'l bilan yaxshi ishlayapti Hasanboy. Endi boyagi gap. O'ta tajribali, o'ta mahoratli. Ringda qaysi lahzada nima qilishni juda yaxshi biladigan bokschi. Va qanday kombinatsiyani amalga oshiryapti. O'ng qo'lda bosh qismga, keyin tana qismga va yana chap qo'l bilan bosh qismga zarba bilan yakunlagan edi kombinatsiyasini. Undan keyin yana bitta yakkanlik zarba o'tganligini ko'rdik mana bu yerda o'ng qo'lda. Batlaevning bosh qismiga mana yana bitta zarba. Mana shu qurolidan samarali foydalanyapti Hasanboy, ya'ni o'ng qo'l yon zarbalaridan. Juda yaxshi va masofani ajoyib tarzda his qilyapti, saqlayapti. Raqib biroz tempni tushirishga majbur bo'ldi, chunki har bir urinishi oldin yoki chalib qolgan. Yaxshi bo'lamiz. Ikkinchi raund. Ikkinchi raund. Do'smatov xuddi birinchi raundda bo'lgani singari ishlash kerak. O'zi bilgan ish. Jablar bilan boryapti oldinga Batlaev. Hasanboyning tezkor reydini oldin olishga qaratilgan va masofada raqibni ushlashga bo'lgan urinish. Hasanboy esa ko'rdingiz, qanday qisqartirdi masofani va zarba yo'lladi. Mana bu yerda almashinuv juda yaxshi zarba yo'llagan edi va keyingisi bilan ilib oldi biroz. Batlaev chap qo'lda. Sal kech qoldi. Undan oldingi zarba yaxshi chiqqan edi. Hasanboy yana tana qismiga zarba yo'llayapti va o'ng qo'lini ulab yuboryapti hujumga. Bo'ldi. Mag'lub bo'lganiga, undan keyin umuman mag'lubiyat nimaligini bilmay kelayotgan bokschi Batlaev. 3-raund. Third and final round.
hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi ushbu raund. Masofani ushlayapti Hasanboy. Hozir yaxshi o'ng qo'lda raqib qorin qismiga zarba berdi. Yana bitta urinish. Jang ko'raylik o'rtoq rejissyor. Mana bu yerda ehtiyotroq bo'lish kerak. Sal qo'llarini tushirgan edi va darhol Batlayev ikkilik zarbasini yo'llay oldi. Hozir jablar bilan kutib olyapti bokschi raqibini. Yana yon zarba bilan kutib oldi Hasanboy, lekin undan oldin Batlayev to'g'ridan yo'naltirilayotgan zarbalar bilan kirib boryapti. Chap qo'lini ham tez ishlatyapti. Yaxshi, Hasanboyning to'g'ridan yo'llagan o'ng qo'l zarbasi o'tdi. Yana kutib oldi jag'ga yo'llangan zarba bilan. Asosiy zarbalar Bayer tomonidan yo'llanayotgan zarbalar nazarda tutyapman. Bevosita jangni kuzatib borayotganligi va hozir mukofot topshirishga taklif etilganligini eshitdik. Va ringda demak 51 kilogramgacha vazn toifasida jahon chempioni by a split decision and now IBA world champion in the red corner. Qizil burchak Hasanboy Do'stmatov jahon chempioni.